Enver bir o'zbek odami kelgan bunda Enver. Bir o'zbek odami kelgan Enver qayerdan bu odam? Assalomu alaykum. Hamaka qayerdan keldingiz? Bu Qrimga, biz diyorga qayerdan kelib qoldingiz? Aka, men bu yerlarda xizmat qilganman-da. Uylanib qoldim, endi shu yerda qolib ketdi-da endi. Bozorda nima qilyapsiz? Ama sotyapmiz mana, banan bor, hamma yoq bor, anor, panor, mana armiya joy, chiroyli joylarda. Yaxshi narsada armiya. Bu armiya zo'r narsa-ku, ammo armiyada dahshatli odamlar bo'ladi. Ularda oti det. Armiyada detlar bo'ladi. Birinchi bo'lib armiyaga borganda yosh chiroyli bolalarni xirt lisi qilib qo'yib armiyaga olib ketar ekan. O'shanda armiya boshlanar ekan. Armiyada ham dahshatli odamlar borda det. Birinchi bo'lib armiyada banyadan boshlar ekan. Hali banaga olib qaradi, hammamizni xirt lisi qilib qo'yadi. Banaga olib kiradi, endi suvni beradi, bermaydi, qarasam suv o'chib qoldi. Hammamiz olib chiqdi. Hammamizga forma berib boshladi. Forma beradi, qarasam haligi formasini metda tuymasi osilib turibdi. Bu forma menga katta o'tsam, adiva sernosam adivat deb deydi. O'shanda biz banyadan chiqdik, hammamiz rotaga olib ketdi. Rotaga olib ketadi, hamma renne sirra dedi, tayoqda qatib turdik. Bugundan boshlab senlar hammanglar salabon dedi. Aka, salabon degani nima degan desam, salabon degani ziloniy degan dedi. Rene Siriyada qarasak oldimizda 5-10 ta bolalar o'tiribdi. Bular sanlarga qaraganda 6 oy ko'pras xizmat qilgan, bular katollar dedi. Katol Xudoning qudrati bilan qozon degani. Qozon haligi bolalardan toza. Keyin Rene Siriyada qarasak oldimizda 5-10 ta sholpoya yegan qo'rozlarga o'xshab monde reminin tizasidan pastga shapkanisini biqiniga urgan bular detlar dedi. Keyin men ham bunday qarab, bu detlar degani bizning tilda oqsoqol degani, oqsoqol soqoli bo'lish kerak desam, detlarning soqoli salabonligida teskarisiga o'sib ketgandi-da. O'shanda hammamiz Ravne Smirna deb klubga olib ketdi. Klubga olib ketdi. Hamma o'zini milliy tilida papriguna strikaza degan maqolani ayta boshladi. O'shanda birinchi bo'lib o'ris og'aynimiz chiqdi. O'ris og'aynimiz chiqdi. Bir ikkita gitarachisi bor ekan, bir ikkita udarnichilari bor ekan. Petka готов, Vaska готов, Serежka готов, Ivan начинает dedi. Tayoq bilan boshlar ekan. Chiq. Paprigunya strikaza летом красным пропела. День победы, День победы, День победы deb turganlar qarasak, bitta Uyg'ur og'aynimiz dutorni ko'tarib, assalomu alaykum. Jumburjoqqa jubajang, jumburjoqqa jubajang, jumburjoqqa jubajang, jumburjoqqa jubajang. Paprigunya strikaza, paprigunya strikaza. Летом красный пропела, летом красный пропела. Жумбуржаққа жубажang, оглянуться не успела, оглянуться не успела. Как зима катит глаза, как зима катит глаза deb turganda qarasa bitta armiyan og'aynimiz chiqdi. Hemen og'aynimiz chiqib, bitta dombrachisi bor ekan. Yo'q patra, ko'q patra, taqara turuq shaqshaq dedi, u ham ko'q patra, yo'q patra, taqara turuq shaqshaq deb atvet qildi. Начинай dedi. Durdum pata qıttangran qata qupang rumpata qıttangran qata qıttang paprigunya strikaza летом красным пропела, оглянуться не успела, как зима катит глаза. Araq vay, canım araq vay. Canım araq voy deb turganda bitta qozon totar og'aynimiz garmonini ko'tarib sanaga chiqdi. Sanaga chiqib zdrasti dedi. Hittara paprigunya strikaza летом красным пропела, оглянуться не успела, как зима катит глаза deb turganda bitta gruzin chidamasdan o'tigini yechib garmonga qarab otib yordi. O'shanda to'polon boshlandi. Men ham o'rnimdan turib, o'zbekka o'tiraverdim sholi poyaga o'xshab. Puska o'zbek tosh poyut dedim. O'shanda meni vakil qilib sanaga yuborishdi.
Mana sanaga chiqib tarelka dedim. Ular ham komissiya menga qarab, "Mizdes nikushi, mizdes payom" dedi. Beror tarelkani biz payomni tarelkada qilamiz dedim. O'shanda tarelkani beraverdi. Men ham o'zbekchasiga, o'zimizchasiga ovordim-da. Paprigunya Strikaza Litom krasnim Prapilovoy dodai Haglinutsa Newspila Как zima katit glaza voy dodai deb ko'zimni ochsam hech kim yo'q, hamma obedga ketibdi. Ana shunaqa voqea bo'lib qoldi aka sana. Bu narsalar hammasi armiyada bo'lganda, armiyadan keyin Qrimda qolib ketgansiz. Qanaqadimda? Kimga uylendingiz? Ha, bu o'zimizni Qrim tatarlarga-da endi. Ya qiziq. Oilangiz Qrim tatar demak. Oilam Qrim tatarman. Mana o'qiyapmiz mana. Demak tatarchami bilasizda? Men bilmasam kim biladi akasi mana. Aysan tatarcha bir şeyler ayt efendim, o'rgangansiz tatarcha. Aytayım, istesangiz aytayım. Mana Yangi Dunyo gazeti bor. Mana Qrim gazetasi bor, mana Yangi Dunyo gazetasi bor, Avdet gazetasi hepsi bor. Mana bu istesangiz ruschada o'rganmak mumkin, istesangiz tatarchada o'rganmak mumkin bu. Ama umrda bek kerakli şeyler bo'lar. Mana Yıldız gazeta. Mana jurnali. Yıldız. Mana ulen naratınız olsa evde mana ulen naratını alasiz. Mana Yıldız. Mana tepesine mana ulen koysanız Yıldız da kerak mi yani? Naratınız Yıldız da var. Bu demek yangi yıl sürprizi. Yangi yıl sürprizi de. Mana misal üçün Yangi Dünya mana gazetasi. Bu da bek yaxshi gazet bu. Fox gazetasi. Mana ulen bu gazetni alasiz, mana ulen bir ikki sarasiz. Mana ulen. Mana ulen sarasiz, mana ulen. Sarıp son mana ulen. Mana ulen etsangiz mana. Mana Yangi Dunyo mana. Ko'rdingizmi? Mana Novoy Svet ola qala. Tatarjayda o'rischa bo'lib qoldi. Ana bilen gazetalar isteseniz alınız mana. Pek yaxshi Dilber gazetalar. Endi yangilik chiqarasiz qalbi. Buni Allah qismet etse yangi yıl programmasını etemiz. 95 senesi gitmekte. 96 senesi tezden 96 senesi gelecek. Üçün size 96 senesini bekim bir şeyler aytmasınız. Yo, men endi o'zimizning xalqni, hepsilerini, anaların, babaların, bitaların, torunların hepsini yangi yıllarından hayırlayım. Sağlıkları olsun. Evinde bereket dolu olsun. Hepsi mana bilen gazetleri okusun. Şenlik olsun, baxt olsun, çast olsun, tinchlik olsun. Sağ olun. Sağ olun sizler. Hayırlı müşteriler.